nurg'ulg'an kinishka, diplom, salohiyat kinishkalarini olib o'zimizning qimmatini oshirmoqdamiz. O'zimizning kim ekanligimizni isbotlamoqdamiz. Lekin aytavur, tarixdan buyon odamiylikka kinishka tarqatilgan emas. Balkim bu odamiylikning qimmatiga to'g'ri keladigan kinishkini barpo qilib bo'lmamdi yoki odamiylik kinishkisi barpo bo'lsa, hech qanday odam o'zining erishamasligidan ansiramdi. Odamiylikning layoqatli kinishkisi hozirgacha barpo bo'lgan emas. Yana kelib, ota-ona bo'lish dunyodagi eng ulug' salohiyatning birisi. Lekin ota-ona bo'lishning layoqatli bir salohiyat kinishkisi yo'q. Nurg'ullarimiz bilib bilmayli ota-ona bo'lib qolib, o'zimiz ota-onalarda bo'lishga tegishli nurg'un shartlarni hozirlamasdan, farzand tarbiyasi to'g'risidagi hech qanday bilimga ega bo'lmasdan, faqat shu o'zimizning ibtidoiy oilamizdan o'rganib olgan, ko'rib olgan, dadamizning qilib qolgan shu xil ta'lim tarbiya usullari orqali farzandlarimizni tarbiyalab kelyapmiz. Yana kelib, nurg'un farzandlar shu oiladagi xato tarbiyaning qurboni bo'lib ketib, aramızdan chiqmoqchi bo'layotgan nurg'un talantliq bolalar chiqolmayotdi. Shunga men deymanki, hammamiz har bir ota-ona bo'g'ichi yoki bo'lish oldida turayotganlar yoki bo'lib bo'lganlar chuqur farzand tarbiyasi to'g'risida izlanish kerak, ta'lim olish kerak, kitoblarni o'qish kerak, leksiya anglash kerak. O'zining ota-ona bo'lishga layoqatlikmi emasmi bu to'g'risida chuqur yaxshi bir o'ylab baqish kerak. Chunki farzand tarbiyasi tatgan ziyon o'rni to'ldag'ili bo'lmaydigan pushaymon bilan oxirlashadi.